Bapesh, assalomu alaykum ahli Tojikiston. Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'ringlar. Ahli Tojikistonliklarga ajoyib yangiliklar, narxlarimizni arzonlashtirib qo'ydik. Mana sizlarga ajoyib imkoniyatlarimizni yaratib, bir kun oldin kelib, Gasnitsaga joylashib, damlaringni olib, ertasiga uchib ketasizlar. Gasnitsa to'lovlaringni o'zimiz to'lab beramiz. Xudo xolasa Tojikistonliklarga mana shunaqangi katta yangiliklar bilan, arzon chegirmali narxlar bilan Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega firma orqali umra safariga borishni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bizda avgust oyiga Toshkentdan 11-avgust, 18-avgust, 25-avgust Toshkent-Jidda Toshkent yo'nalishidagi reyslarimiz. Xudo xolasa bordi keldi biletlaring oldindan xarid qilinadi. Qachon borib, qachon qaytishlaring oldindan aytiladi. Mana kecha 4-kuni Tojikistondan 3 ta ziyoratchimiz 3 ta kechqurun soat 20:00 da registratsiya, 23:10 da samolyot uchgan. Xudo xolasa Jiddaga sahargi 4 da qo'nishgan. Va bu ziyoratchilarimizni qaytishi 19-avgust 22:50 da Jidda shahridan uchadi. Ertalab soat 7:30 da Toshkent xalqaro aeroportiga qo'nishadi. Aziz vatandoshlar, aziz qardoshlar, Xudo xolasa umra safariga ketyapsizlarmi? Qaysi firma bordi keldi bileti oldindanmi? Mana shu narsalarga e'tibor qilib qo'yinglar. Bizda qo'shilib surilib qolmaydi. Uyda sizlarni kutib olishga harakat qilganlarga mana o soatda, mana o vaqtda inshaalloh biz 10 kundan keyin kelamiz deysizlar. Narxlarimizni aytmaysizlarmi? $985 dan. Vizalaring bo'lsa $885 dan. Bir kunlik Gasnitsa to'lovlaring ham ichida. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi Gasnitsa. Makka Mukarramada 800 metr. 10-12 daqiqalik piyoda haramgacha bo'lgan masofa. To'xtovsiz avtobus qatnovi ham amalga oshiriladi. Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi. Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori. Inshaalloh Qizil dengiz sayohatini ham firma hisobidan amalga oshiriladi. Yuqori yillik tajribali 50 boshlar ishonchli hamsafar bo'lishadi. Chiroyli ma'lumotlarni berishadi. Mazza qilib ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohatni amalga oshirasizlar. Xudo xolasa bundan tashqari aziz tojikistonliklar, sizlarga aeroportda maxsus bejiklarimiz, Centrum Holidays kamzillari, Centrum Holidays sumkalari beriladi. Hamda qayta etganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadiya sifatida taqdim etiladi. Tojikistonlik tanishlarga, tanish-bilishlarga 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib, umra safariga borishni rejalashtirib yurganlarga, ishonchli firma oqtarayotganlarga, arzon, yaxshi standart plus sharoit qidirayotganlarga videomizni borib qo'yinglar. Videomizda kommentariyasiga tojikistonliklardan iliq fikrlarni kutib qolamiz. Balades, Olg'a O'zbekiston deb yozib qo'ysalaringdan biz bundan xursand bo'lamiz. Sizlar necha kishi qaysi sanaga umra safariga bormoqsizlar? Shuni yozib qo'ysalaringdan biz bundan xursand bo'lamiz. Videoda yaqinlarga ulashinglar. Like'ni bosinglar, kommentariyaga aslarlar yozib qoldiringlar. Umra safariga borishni niyat qilib yurgan qarindosh urug'lar barchalari Xudo xolasa shu kunlarda umra safariga borishsin. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp raqamlarimiz, WhatsApp yoki Telegram orqali aloqaga chiqinglar. Chiroyli ma'lumotlarni berib, bir umrga tatgulik umra safarlaringda Centrum Holidays ishonchli hamsafar bo'la oladi. Tojikiston, Bapesh.